Prezidentimiz yangi ochilayotgan obyektlar qatorida Farg'ona shahridagi qiymati 250 milliard so'm bo'lgan zamonaviy tibbiyot muassasasini alohida tilga olib, yiliga 60 ming nafar bemorga xizmat ko'rsatish, 30 ming nafar ayollarni skrining tekshiruvidan o'tkazish quvvati aholi uchun zamonaviy tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatining kengayishiga sabab bo'lishini alohida ta'kidladi. Bugun juda katta hayajon, sababi mustaqilligimizning 35 yillik arafasida muhtaram prezidentimiz shaxsan bizni klinikamizni tilga olib o'tdilar. Bu biz uchun juda katta sharaf. Bu klinikamiz zamonaviy, 100 o'ringa mo'ljallangan, yuqori texnologik texnikalar bilan jihozlangan va robot navigatsion sistemasi bilan ta'minlangan klinika. Bu vodiyda yagona klinika bo'lib turibdi. 120 ish o'rini yaratganmiz, 20 million dollar investitsiya qilganmiz bu klinikaga. Bu yerda ayollarni sog'ligini nazorat qilish uchun, ayollar ko'krak bezidagi saratonni erta aniqlash uchun Koreya Respublikasidan mammograf apparat olib kelganmiz. Yaponiyadan MSKT, MRT uskunalarini olib kelib jihozlaganmiz. Bu klinikamiz salohiyati xalqimizga va qo'shni atrofdagi davlatlar fuqarolari uchun yuqori texnologik diagnostika va davolash usullarini beradi. Tibbiyot maskanida bemorlar uchun barcha zarur tekshiruv va diagnostika usullari yo'lga qo'yilgan. Zamonaviy operatsion xonalar, ilg'or tibbiy uskunalar va qulay sharoitlar tibbiy xizmat sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Yangi shifoxonaning ishga tushirilishi Farg'ona shahrida tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, zamonaviy tibbiyot imkoniyatlarini kengaytirish va eng muhimi, inson salomatligi uchun yaratilayotgan sharoitlarni yanada yaxshilash yo'lidagi muhim qadamlardan biridir.